Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar bugungi videoga. Bugungi videoda biz sizlar bilan janglarni to'g'ri boshlashni o'rganamiz, ya'ni yerdan to'g'ri ko'tarishni. Uni chiroyli tarzda ko'tarish kerak. Qani bo'lsa, Pull the left. Oyoqlaringizni uchi bilan to'pni orqaga tortasiz va uni oyoqning uchi bilan ilib olasiz. Pop up. Bashmaldoq suyakalar bilan to'pni ikkala yondan qisasiz va uni tepaga tezlik bilan ko'tarasiz. 2 foot to the left. Bashmaldoq suyakalar bilan to'pni ikkala yondan ushlaysiz va biroz sakrab to'pni ilib olasiz. Off back foot. O'ng oyog'ingiz bilan to'pni orqaga tortasiz va chap oyog'ingizning uchi bilan uni ilib olasiz. Knee bound. O'ng oyog'ingizning uchi bilan to'pni orqaga tortasiz va o'ng oyog'ingizni ham tanani orqasiga o'tkazasiz va tizzangizni to'g'riga qaratib to'pni yerga urasiz va uni ilib olasiz. Do'stlar, mana shuning bilan bugungi videomiz tugadi. O'ylaymanki, sizlar ancha-muncha janglarni boshlashni o'rganib oldinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan Trekking 804 YouTube kanali